U meddaning, malaxtning va selenning qo'shilmasi rangi bor va u mana bu yerda yotibdi. U shuni anglatadiki, har qanday bugun kontakt bir dinamik himoyasi hatto tandemli snaryaddan ham qutqardi. Dinamik himoyani teshib otish uchun mo'ljallangan. Hukm qilib bu bloklardan ular bor kuchlarini sarflagan va ko'rinib turibdiki, muvaffaqiyatli ishni uddalagan. Nima? Qanday ko'rib turibmiz? Tankning pastki qismida burchaklar bor, lekin u teshilmagan. Yana bir fikr bor, u tagiga tushib qolgan, deyiladi. Va tankning ogishi tufayli u pastga tushdi va u yerda o'zining oxirgi chuqurchasini yaratib qo'ydi. Va u yerda qayerdadir u uxlab qolgan, lekin tabiiyki, portlab ketgan va hokazo. Lekin ko'rganingizdek, tankning asabiy qismi, tankning eng zaif joyi. T-64 va uning eng zaif joyi bugun to'liq tartibda. Chunki dinamik himoya Kontakt 1 Panzerfaust hujumini qaytardi. Keling, yana bir bor tekshirib ko'ramiz. Aniqroq qilib, natijani mustahkamlaymiz. Hozir men ushbu inshootning yarim metr, hatto 1 metr masofasiga yana bir butun dinamik himoyani joylashtiraman. Va biz yondalma proyeksiyada ko'radigan bo'lsak, agar billos qilsam, kumulyativ oqim bilan nima ro'y berayotganini ko'ramiz. Chunki nazariyaga ko'ra ballistika qandaydir farq qilishi kerak. Chunki biz oldinga yuklashni chiqarib olamiz. Va bu holda yo'q. Xullas, kumulyativ teshib otish va tandem teshib otish qandaydir farq qilish kerak. Hozir aniq bo'lmagan teshilish bo'ldi. Men ko'rmoqchiman. Kim dinamik himoyasi Kontakt 1 kumulyativ oqimni buzadi va qanday ikkinchi tandemli o'q-dorilar otadi? Сейчас было невнятное пробитие. Я хочу посмотреть, как же все-таки динамическая защита Контакт-1 разрушает кумулятивную струю и как проходит второй тандемный боеприпас. Посмотрим. Qani ko'ramiz. Jarangdor musiqa. Xudoyim, iltimos, asra va saqla. Asra va saqla, Xudo. Dinamik musiqa. Xo'sh, qaraylik, nima bo'ldi? Что ж, посмотрим, что случилось. Dinamit himoya xuddi shunday natijani beradi. Yoki yo'qmi? Men quyi qismga tushib qolyapman.